Muxtasar Minhajul Qasidin İmam İbn Qudama el-Maqdisi Kecha namozi va uning fazilati kechada namozga turish va shu qatorliq ibodatlarni osonlashtiruvchi sabablar. Alloh taolo ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Yana ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tahajjudni qo'ldan bermanglar, chunki u sizlardan burungi solihlarning odati edi. Haqiqatan tahajjud Rabbinglarga yaqinlashtiruvchidir, gunohdan cheklaguvchidir, yomon qilmishlarni o'chirguchidir degan. Kechada qiyomda turishning fazilati to'g'risida hadislar haqiqatan ko'pdir. Hasan al-Basri ibodatlar ichida kechaning oxirgi 3dan birida qiyomda turishdan qiyinroq bir ibodatni ko'rmadim degan. Onunğa tahajjud o'qiydiganlarning yuzlari nimacha nurliqdi deyishganda u, chunki ularni kechilik sirdishi Alloh nurlantirgandir deb javob berdi. Kechada qiyomda turishni osonlashtiradigan sabablar. Bilginki, kechada qiyomda turish to'liq qiyin, lekin buni osonlashtirishni bilgan kishi uchun to'liq yengil. Kechada namozga turishni osonlashtiradigan oshkora va yoshirin sabablar bor. Oshkora sabablar ko'p tomoq yemaslik. Ba'zi olimlar, ey Alloh rizosini izlaguvchilar jamoasi, ko'p tomoq yemanglar, ko'p tomoq yesanglar ko'p suv ichsizlar, ko'p suv ichsanglar ko'p uxlaysizlar. Shuning bilan ko'p ziyon tortsizlar deydi. Kunduzda jafoliq ishlar bilan o'zini charchatmaslik. Tushda aram elish, chunki qaylula kechada qiyomda turishga yordam beradi. Gunoh ma'siyatdan saqlanish. Sufyan Savri aytdi: "Men qilib salgan bir gunohim sabablik 5 oy qiyomda turishdan mahrum qoldim." Yushirin sabablar. Qalbini musulmonlarga o'chmanlik qilishdan yiroq, bid'atlardan xoli qilish va dunyoning keraksiz narsalaridan yuz o'rgizish. Arzuni qisqa qilish bilan davomli Allohdan qo'rqish. Kechada qiyomda turishning fazilatini bilish. Alloh taoloni yaxshi ko'rish kechada qiyomda turishga turtki bo'ladigan eng ulug' sabablardandir. Shundaqla kechada qiyomda tursa, Parvardigori bilan paranglashadiganligiga, Robbining dal yenida o'ziga qarab turadiganligiga bo'lgan kuchlik iymoni kishining uzun kechalar Parvardigori bilan muloqotda bo'lishiga turtki bo'ladi. Abu Sulaymon ad-Darani aytdi: "Kechani ibodat bilan o'tkazuvchilar tomosha bilan o'tkazuvchilardan mubakkarak lazzat oladi. Agar kecha bo'lmagan bo'lsa, men dunyo hayotini istamgan bo'laydim." Sahih Muslimdagi bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqatan kechada bir soat bo'lib, musulmon banda Alloh taoladan yaxshilikni so'ragan holatda shu soatga muvofiq bo'lsa, Alloh uningga so'rag'inni beradi. Bu soat hamma kechada bardir. Kechani ibodat bilan avvatlashtirishning bir necha darajasi bor. Birinchi daraja butun kechani ibodat bilan ihyo qilish. Ba'zi salaf solihlardan shunday odat rivoyat qilinadi. Ikkinchi daraja kechaning yarmida qiyomda turish, bu ba'zi salaflardan udum. Buningda kechaning avvalgi 3dan biri bilan oxirgi 6dan birida uxlash yaxshi. Uchinchi daraja kechaning 3dan birida qiyomda turish. Buningda kechaning avvalgi yarmida va oxirgi 6dan birida uxlash kerak. Bu Davud alayhissalomning qiyomidir. Sahihayndagi bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Alloh taolaning eng yoqtiradigan namoz Davud alayhissalomning namozidir. Davud alayhissalom kechaning yarmida uxlaydi, ondan kechaning 3dan birida qiyomda turadi va kechaning qolgan 6dan birida uxlaydi. Kechaning oxirgi qismida uxlash yaxshi, chunki bu uyqu atiganlik mugdakni yo'qotadi va yuzdagi seriqlikni azaytadi. 4-chi daraja kechaning 6dan biri yoki 5dan birida qiyomda turish. Buningda keyingi yarim kecha afzal. Kechaning oxirgi 6dan birida qiyomda turishni afzal sanaydiganlarmi bor. 5-chi daraja qiyomda turish vaqtni chang muqimda olmaslik, chunki vaqtni mo'ljarlab qo'yib rioya qilish qiyindir. Vaqtni muqimdamay qiyomda turishning ikki turli yo'li bor. Biri kechaning avvalida uyqu kelganga qadar namoz o'qish, ondan uxlash, ondan agar uyg'onsa yana namoz o'qish, ondan uyqu tutsa yana uxlash. Bu cho'ng bir mushaqqatni ko'targanlik. Shundaqla salaf solihlardan bir qism kishilarning odati edi. Anas radhiyallohu anhu agar kechada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni namozxon holati ko'rishni xohlasak, u zotni namoz o'qiyotgan holati ko'ratdik. Agar uxlayotgan holda ko'rishni xohlasak, uxlayotganligini ko'ratdik degan. Umar radhiyallohu anhu kechada Alloh xohlagancha namoz o'qiydi. Hatto kechaning oxirgi qismi kelganda ahlini uyg'otadi va namoz o'qinglar deydi.
Zahhak Allah uningga rahmat qilsin. Men shunday kishilarni uchratdimki, ular kech qorong'uligida uzun uxlashdan Alloh taoladan hayo qiladi degan. Yana biri kechining avvalida uxlab, uyqu nasibasini olgandan keyin uyg'onib, kechining qolgan qismida qiyomda turish. Sufyan Savri, birinchi uyqumni uxlab uyg'onsam qayta uxlamayman degan. 6-daraja 4 rakat yoki 2 rakat miqdorida qiyomda turish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechida namoz o'qinglar, 4 rakat bo'lsin, 2 rakat bo'lsin o'qinglar degan. Sunani Abu Davud'dagi bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki kechida uyg'onsa va ayolini uyg'otsa, ondan har ikkisi birlikda 2 rakat namoz o'qisa, ikkisi shu kechida Allohni ko'p yod etgan erlar va ayollar qatoridan yoziladi degan. Talha ibn Musarrif, Allah uningga rahmat qilsin, ahlini kechada namoz o'qishga buyurdi va 2 rakat bo'lsin namoz o'qinglar, chunki kechining oxirgi qismida o'qigan namoz gunohlarni yuvib etadi deydi. 7-daraja kechini taqsimlash yo'llari. Allah razosini ko'zligicha o'ziga oson yo'lni tanlasin. Agar kishi uchun kechining o'rta qismida qiyomda turish qiyin kelsa, kishi shom bilan xubdan orasidagi vaqtni ibodat bilan o'tkazsin va sahar zikrlarini davomlashtirsin. Shundala u oqshom va sahardan iborat 2 vaqtda qiyomda turgan bo'ladi. Kechada tahorat ilish ig'ir kelgan kishi haqida. Kechada tahorat ilish va namoz o'qish ig'ir kelgan kishi qiblaga yuzlanib o'ltirib Alloh taoloni zikr qilsin va kuchining yetishicha duo qilsin. Agar o'ltira olmasa, yetib duo qilsin. Kecha zikrlarini o'ziga vazifa qilgan, ammo qattiq uyqu tutib zikrlarini o'qiy olmagan kishi uni hadisga binoan chashgoh namozidan keyin o'qisin. Kechada qiyomda turish odati bor kishi odatini tashlamasin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdullah ibn Amir radhiyallohu anhumaga sen paloniga o'xshash bo'lmag'in, u kechada qiyomda turadi, keyin u odatini tashladi degan. Fazilatli kechalar va kunduzlar. Allah rizosini ko'zlaguvchilar uchun to'liq g'animat, xuddi Qobil savdogarining toza tapovat qiladigan pasliga o'xshaydigan fazilati to'liq mo'l ibodat bilan o'tkazish bakmi yaxshi 15 kecha bor. Bu kechalarning 6si muborak Ramazon oyiga jamlangan bo'lib, ular Ramazonning 17-kechasi va oxirgi 10 kunidagi qadr kechasi izdilgan 5 taq kechadir. Qolgan 9 kecha yilning boshidan Muharramning 1 va 10-kechasi. Rajabning 1, 15 va 27-kechasi, Sha'banning 15-kechasi, Shavvalning 1-kechasi, Zulhajning 9 va 10-kechasi qatorliqlar. Bu kechalarning ba'zida namoz o'qish to'g'riliq hadislar kelgan, lekin bu kechalarga xos namoz to'g'riliq sahih hadis yo'q. Fazilatli kunduzlar. Kechasi muborak bo'lgan Ashura kuni. Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan tunji qatam uchrashgan kun Mi'raj kuni. Badr g'azoti zafar bilan tamomlangan Ramazonning 17-kuni, Barat kuni, Juma 2 hayit kuni. Qur'onda ma'lum kunlar deb tilga ilingan Arafatni o'z ichiga olgan Zulhajjining avvalgi 10 kuni hamda Qur'onda sanoqli kunlar deb zikr qilingan tashrih kunlari, Qurbon hayitining 2, 3 va 4 kunlari qatorliq jami 19 kundir. Hatta ichida dushanba, payshanba kunlari va oyda bir keladigan to'lin oylik kunlar, hijriy oyning 13, 14 va 15 kunlari, udul kelgan hafta kunlari fazilatli kunlardir. Bu kunlarning fazilati haqida ro'za babida bayon qilindi. Xo'sh, virdlar bobi mush yerda tamomlandi va ibodatlar qismi oxirlashdi. Tavfiq Allohdandir. Planlovchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Abdullah Abdulmajid. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri doktor Abdulaziz Rahmatullah A9 Og'uz. Korrektor Abduvali Abliz Muhammad Barat. Layihalaguchi A Aqhun. 2024-yili 1-nashri 1-qatim basilishi İstanbul. Nashr huquqi Sajiya Islom tadqiqot markaziga tava. Har qanday o'rin yoki shaxsning xohlagancha ko'paytib tarqitishiga ruxsat qilinmaydi.